Mana ular shu holatlar yorilib qo'lanib ketganda mana. Biz bu tomoniga mana yangi qilib, chiroyli qilib penidan bosib berdik. Yorilmaydi mana. Bemalol. Ishlayman. Kecha qo'ydik mana. Qattiq yotibman, qattiq. Bizga shu zardevor urib, ish bilan vassalar qoqilgan, tomir bekilgan holat bo'lsa, tagida yura olsak, shunday holat qilib bersalaring, chiroyli qilib qo'yib berib ketamiz. Buni afzallik tomonlari qishda issiq bo'ladi-da, petkaga, o'tinlarga, elektr toklariga 15-20% tejamkorlik oshadi. Sistemasiga ancha issiq bo'ladi. Yozda salqin bo'ladi. Sovuq o'tkazmaydi mana. Chekkalar, qirg'oqlargacha bekiladi. Cho'tki bo'lib. Bu yer naves bo'ldi, tashqari qismiga mana tunuka olib berdik. Yopilgan. Bu tomoniga yopilyapti hozir. Old qismiga. Xudo xolasa bu yoqda ham qildiramiz deyapti. Isimayapti uyimiz deb. Mana shu hozir ustini qilamiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab.